Yosh avlodning huquqiy savodxonligini oshirish, soliq madaniyatini shakllantirish va ularning ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazib kelinayotgan soliq bilimdonlari yosh avlodga mavzusidagi ijodiy ishlar ko'rik-tanlovi izchil davom etmoqda. Mazkur tanlovning viloyat bosqichi ham ko'tarinki ruhda va belgilangan me'yorlar asosida yuqori saviyada tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida tashkil etilgan soliq bilimlari yosh avlodga mavzusida ijodiy ishlar ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Unda 3 ta yo'nalishda tanlovning tuman bosqichida g'olib bo'lgan 42 nafar o'quvchilar qatnashdilar. Dastlab mutaxassislar tomonidan tanlov shartlari tushuntirildi. Jumladan 5-7 sinf o'quvchilari soliqlar mavzusining suratlardagi tasviri bo'yicha rasmlar chizib, soliq tushunchasini tasavvurlarda yordam berishga harakat qildilar. 8-9 sinf o'quvchilari soliq kecha, bugun, ertaga mavzusida insholar yozish orqali soliq tizimining ahamiyati, bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari haqida fikr-mulohazalarini bayon etdilar. 10-11 sinf o'quvchilari esa tayyorlagan videoroliklarda bugungi kunda soliq idoralari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarga alohida e'tibor qaratdilar. Roliklarda raqamlashtirish jarayonlari, aholi va tadbirkorlar uchun yaratilayotgan qulayliklar, soliq tizimidagi yangiliklar mazmunli yoritildi. Soliq bilimlari yosh avlodga ko'rik-tanlovini o'tkazishdan asosiy maqsad umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida soliqlar to'g'risida huquqiy savodxonliklarini yanada mustahkamlash, soliqlar nimalarga sarflanishi haqidagi tushunchalarga ega bo'lishlari maqsadida mana shu tadbirni o'tkazdik. Bu tadbir bugun viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Juda murosasiz o'tdi deyish mumkin bu tanlovni, chunki o'quvchilar bir-biridan qiziqarli bo'lgan dolzarb mavzulardagi videoroliklar bilan qatnashdi, rasmlar chizishdi, insholar yozishdi. O'ylaymanki, bu tanlov o'quvchilarni soliqlar haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishiga xizmat qildi. Viloyat bosqichida barcha nominatsiyalar bo'yicha ijodiy ishlar hakamlar hay'ati tomonidan adolatli va xolis baholandi. Yakuniy xulosalarga ko'ra faol ishtirok etgan o'quvchilar munosib taqdirlandilar. 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin sohiblari diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantirildi. G'olib deb topilgan o'quvchilar viloyat sharafini respublika bosqichida himoya qilish huquqini qo'lga kiritdilar. Insholar ko'rik-tanlovida faxrli 1-o'rinni olib, respublika bosqichiga yo'llanma oldim va o'zimga berilgan bu ishonchdan to'g'ri xulosa chiqarib, ulkan natijalarga erishaman. Men bu tanlovda qatnashib, viloyat bosqichlarida faxrli 1-o'rinni oldim. Bu olgan videoroligimdan soliqlar nima uchun to'lanadi va nimalarga sarflanishini fuqarolarga keng tushuntirmoqchi bo'ldim. Ushbu tanlovga tayyorlanish jarayonida soliq to'g'risida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Men yanada o'z ustimda ishlab, respublika bosqichida faxrli o'rinlarga ega bo'lmoqchiman. Tanlovning asosiy maqsadi o'quvchilarda soliqlarning davlat va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, soliq to'lash har bir fuqaroning konstitutsiyaviy burchi ekanligi haqida ongli munosabatni shakllantirishdan iborat. Mazkur tanlov yoshlarning soliq sohasiga oid bilimlarini mustahkamlash, huquqiy madaniyatni oshirish va ijodiy qobiliyatlarni namoyon etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.